shahar va madaniyatlarni bir-biriga bog'ladi. Har ipak rozasiz safar, ijod va mehnat ramzi. Har shahar va madaniyat insoniy mo'jiza guvohi. Mato va to'qimalar karvonlarning orqasidan karvonsaroylarga yetib havo orqali taralayotgan ziravorlar hidi mehmonlarni o'ziga chorladi. Har qadamda turli tillarning melodiyasi va savdo ovozlari bir-biriga aralashadi. Bu betakror bozorlar dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarning uchrashuv maskani. Madaniyatlar, e'tiqodlar va dostonlarning chorrahasidagi savdo yo'llari madaniyatlarning izlari bilan bezatilgan. Mehmondo'stlik, bo'lishish va cheksiz sayohatlarning ramzi hisoblanadi. Ufqda yangi sarguzashtlar kutmoqda. Tuya karvonlari safmoq, mum bo'ronlarining narigi tomoniga cho'zilgan sarguzasht davom etadi. Xona tursin deb Bukan,